Xo'sh. Barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan Felixjon. Qarachim, like bosib obuna bo'lish sizlardan chiqmasin. Biz ham yaxshi ketyapti. YouTube kanalimizda bir tashqariga ekinlarimni ko'ray desam bu nima? Men ekinlarim ko'ray deb chiqdim, lekin bu yerda g'alati bir qancha qarachim bir uylar paydo bo'lgan. Bu nima bu uylar? Ko'k, qizil, yashil, orov rang, siyoh rang, sariq rang, ko'k rang. Cho'ta kelishmayapti-da. Ikkita ko'k. Qamayli. Bularning ichida nima bo'lishi mumkin? Xo'p, birinchidan ochib ko'rmaymiz. Oldin like bosib obuna bo'lasizlar, keyin ochamiz. Lekin uyimni ham ana qilishim kerak edi. Qamayli. Ekinlarimni ham tozalashim kerak edi. Bu yerda nima bu? Kompyuter? Seriozna? Voy, faqat mana bu uchun stol va stul yetmas ekan-ku. Yevla. Eng qizig'i bu uchun stol va stul yetmas ekan. Naqadar ahmoqlik. Qamayla, boshqa iloj yo'q. Bu yoqqa bitta, bu yoqqa bitta, bu yoqqa esa yana bitta, bu yoqqa esa PC qo'yamiz va bu yoqqa esa o'tirish uchun ana endi normalniy mazza qilib, stream qilib, kompyuter o'ynab o'tirsak bo'ladi, lekin bilmayman bu nima uchun kerak, buni nima bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Atakligi mazza qilib, bu Minecraft, qaranglar, Minecraft ichida Minecraft, bu yerda oddiy fon, bu yerda esa men hacker qilyapman, qarachim, qarachim hackerlik degan narsa hamayla. Xo'p, qaranglar, cho'tki ko'rinyapti shu yoqdan ham uni PC. Men PC yo'qmasam ham ishlayapti bu. Okay, ana xolos, soat nechi bo'pti? Hozir soat ko'rsatmayapti. Qamayli. Bu yerda nima bor? Bu yerda gantel narsalar. Bu yerda ko'p o'ynasa bo'ladi. Gol! Cristiano Ronaldo gol! Deydimi, qarachim, bir narsa bilmayman, qarachim. Men uncha futbol qiziqmayman. Mit gantel. Buni jimjiroq barmoqda ko'tarsa bo'ladi. Hop, to'xtanglar. Buni ilish kerak qayergadir. Okay. Bo'ldi. Mana senga. Mana qarachim, mana. Juda ham ajoyib. Bu esa bu ham ana qiladigan-ku, mana bunga otib qarachim ana qiladi. Ko'tarish kerak, men buni orqamdagi turgan narsani ko'tarish kerak. Hozircha bu kerak emas. Bu yerda juda ham ko'p gantellar. Juda ham ajoyib. Xo'p, bo'lmasam keyingisini ochib ko'ramiz. Bu yerda qurollar bor kerak masala. Hozir kiyinamiz. Mana bunday. Men qanday ko'rinyapman bolalar? Juda ham zo'rman. Haqiqiy politsiyaga o'xshab qoldim. Va bu qurollar juda ham ajoyib. Bu bombami? Biroz faqat zarar yetkazamikin. Juda ham katta zarar yetkazarkan. To'xtanglar. Qarachim, qaranglar. Nima qas? Uncha zarar yetkazmas ekan-ku, lekin atak yaxshi. Xo'p, hozirlikcha men buni solib qo'yaman va bular menga pishada kerak emas. Bo'ldi, soldik. Hozircha qurol. Diqqat do'stlar, bizda juda ham katta muammo bor. Biz naqd 98% dan obuna bo'lmay ko'zlar ekan. Bu juda ham katta muammo bolalar. Hozir kanalga obuna bo'lib qo'yamiz, like bosamiz. Sizning bitta obuna bo'lishingiz biz uchun juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Keyin Telegram kanalida konkurs ketmoqda. Bu konkursga qatnashib qo'yinglar. Telegram kanalimiz mana ekranda. Ya'ni kuchukcha Felix MC. Albatta hammangizga konkurs omad va albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu foizlarni tezroq kamaytirish kerak. Yaxshimas. Xo'p, mayli. Bu yerda bu menimcha juda ham qo'rqinchli skelet. Bu dekoratsiya uchun ekan. Bu prank uchun ishlatiladigan qo'rqinchli narsalarmi? Bu juda ham ajoyib. Prank uchun ekan-da, hamayli. Prank uchun bo'lsa ham emas. Okay, buni qayerga qo'ysam bo'ladi? Mana shu yerga qo'yaman. Bu yerda xazina, bu yerda ya'ni tobut bo'lib, bu yerda yasama skeletlar. Bu juda ham qo'rqinchli, lekin bu dahshatli. Okay, bu yerda hech narsa yo'qmi? Xo'p, bo'lmasam bu yerda nima bor? Bular nima o'yinchoqlar bo'limiga tushib qoldim men. Xo'p,
Hozir ko'ramiz, bu o'yinchoqmi yoki o'yinchoq emasmi? Hop, bu shuncha narsa. Yo, okey, bu ritsar. Ha, bu ritsar. Xo'sh. Bu esa qovoqbosh. Tovoqbosh. Qovoqbosh deydi. Bu mittichani qaranglar. Kiyikmi bu? Kiyik. Ha, xo'p, bu nima? Bu o'rgimchak. Hop, bu juda ham katta ekan. Bu juda ham katta ekan. Bu menimcha, nima deyiladi bu? Ritsar bo'lsa kerak. Ha, bu ritsar. Mana bu yerga qo'ysam, shuncha bu yo voy, bu xor bo'ladi va buni yerib ketishni xohlamayman. Boshida dollar belgisi bor ekan deb o'ylasam, dollar emas ekan. Bu o'yinchoqlar bo'limi. Ha, bu juda ham yaxshi. Xo'p, keyingi bo'limda nimalar borligini ko'ramiz. Men buni ochdim. Bu o'yinchoqlar bo'limi. Bu esa yeguliklar bo'limi ham bormi bizda? Naqadar ajoyib yeguliklar bo'limi. Bu yerda pizza, bir gala ovqatlar, hot-dog, tort, ichimliklar, tovuq va non. Non. Bularni ko'rib yegilarim kelib ketdi-ku. Sizlarni hamma yaxshi ko'rgan ovqatlarni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Xo'p, bizda oxirgi bu ochadigan narsalarimiz bu nima bu? Bu sotuvchilik anjomlari. Ya'ni bu yerda qizil olma, sariq olma, what? Sariq olma, yashil olma, yana ananas, yana bir narsa, yopiq xil. Mana. Yo, men bu g'alati turibdi. O'shaning g'alatisini to'g'rilaymiz va qizil nok, yashil nok, bu nimaligini bilmadim. Menimcha kartoshka. Bu sabzi. Buni ichida nima borligini bilmayman. Bu esa menimcha bochka yoki qutda. Nima bo'lgan taqdirda ham shuncha narsalar va bular juda ham ajoyib ekan. Bo'lishi mumkin emas. Mana bular menga juda ham yo'qdi. Ayniqsa mana bu ritsar. Bu bilan rasmga tushish, mana bunday. Mana rasmga tushish juda ham yaxshi. Va ritsar, haqiqiy ritsar bolalar. Xo'p, mayli, xayrlashamiz. Mayli, sizlar bilan Felix Jon bo'ldi. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.